Assalomu alaykum. Bugun biz Damas mashinani olib qo'yganmiz. Bunga qilib turgan xizmatlarimiz golobkasini olganmiz. Golobka purkatdan ketgani sababli tashqarida Nexus mashinamizni olib qo'yganmiz. Bunga injektor xizmatlarini qilib turibmiz. Injektorlarni yuvib, bu yoqda yana tozalash jarayonlari. Yine bunu golobka purkatkasi. Yine şu üründen ketken bu. 3. porsiyondan. Tashqarida Nexus mashinamizin filtrini ahvoli. Dimlar suv chiqib ketgan. Shunday xizmatlar bo'lsa, telefon qilarsa, telefon nomerlariga qoldiramiz.